C# haqidagi darsimizni davomlashtiryapmiz. Ko'p ishlanadigan kontrollar 6. Resim ramkasi, Picture Box. Biz programma jarayonida resim ko'rsatgan ehtiyojlarimiz davomli chiqib turadi. Resim ko'rsatish uchun Visual Studio'da C# Picture Box degan bir kontrol ta'minlangan. Bu kontrolga biz rasmning adresini bersak, buni ko'rsatish maqsadiga yetalaymiz. Biz buni bir parcha rasm ko'rsatib bilan sinab qilaylik. Burungi projektni taqib yandan projekt qurdik. Picture Box kontrolni tartib etdik. Bu yerga qurildi. Bu o'zi mushtaqlam kontrol. Buningki biz resim bermoqchi bo'lsak, buningki image deb bir xasligi bor. Shu xasliga resim bersak bo'ldi. Hamda bu yerda resim bergan vaqtimizda chuqur shu projektning ichidagi resursning ichidagi resimni berib ishlatamiz odatda. Bunday qilishdan maqsad biz programmani ma'lum kompyuterda tuzib, bu programmani boshqa kompyuterga olib ijro qilamiz. Mutlaq ko'p qism ahvolda shunday qildi. Ya'ni biz bir kompyuter tuzimiz, nurg'un kompyuterda ijro bo'ldi. Buningki resim adresi bizning kompyuterimizdagi ma'lum fizikalik adres bo'lib qolsa, bu kompyuter almashgandan keyin adres to'g'ri bo'lmay qoldi. Shunga resimga o'xshash yoki boshqa manba xarakterlik uchurlarni projektning ichiga, resurs hujjatining ichiga kirgizayotgandan keyin bu exe, ya'ni ijro qilingan programma hosil bo'lsa, bu mazmunlarni o'z ichiga olib ketadi. Ya'ni biz bir hujjatni o'tkazib olsak, uning ichida barliq kerakli narsalar ichida birga bor bo'ldi. Shuning bilan buni har qanday yerda ijro qilgan vaqtda normal ijro bo'ldi. Hozir resim qo'shmoqchi bo'lgan vaqtimizda bu yerga resursning ichidan tanlang deb bir dialogram chiqdi. Amaliyotda biz buning ichiga hech qanday resim texib qo'shmagan. Shuni biz bu resursning ichiga resim kirgizib, uningdan keyin tanlab bersak bo'ldi. Resim kirgizish uchun import knopkasini bosamiz. Uningdan keyin xohlagan bir resimni tanlab bersak bo'ldi. Masalan, bu resimni tanlaylik. Bu resursning ichiga kirdi. Biz albatta bu yerga nurg'un resimlarni tanlab ishga kirgiza olamiz. Bu yerdagi kirgizish faqat resursning ichiga kiradi. Endi biz buning ichidan xohlagan birini tanlab, OK knopkasini bossak, ondan bu resim Picture Box'ga bekitildi. Masalan, bir resimni biz tanlab berdik. Bu resim cho'ng bizningki, bu ko'znikimiz kichik bo'lib qolibdi. Bunda vaqtda biz resimninki Picture Box'ninki size modini o'zgartirish orqali resimni ishiga patadigan qila olamiz. Masalan, stress modga ekansak, bu resim ishiga patdi. Odatda Picture Box'da resim ko'rsatish shakli shunday bo'ldi. Navoda resimni diskidagi xohlagan resimni ko'rsatgan ishlar bo'lib qolsa, buni kod orqali bevosita resimning qiymatini bersak, adresning qiymatini buni ko'rsatish maqsadiga yetkazib bo'ldi. Hujjatni echish va adresini ishlatish qatorliq mashg'ulotlarni keyingi hujjat mashg'ulotimizda o'rganamiz. Shu vaqtdan keyin o'zingizlar xohlagan rasmlarni ko'rsatib yoki bir resim ko'rgich yasab olsanglar bo'ldi. Resim ramkasi to'g'risidagi mazmunlarimiz mana shundan tugadi.